Hozir katta kimyoviy reaksiyalarni xarakterlashni o'rganadi. Xarakterlash degani nima uchun bunday bo'lyapti va bundan nima hosil bo'layotgani shu bo'ladi. Yaxshi qarang. Energiya almashinuvi eslaringiz bo'lsa energiya almashinuvi ishi bo'ladi. Qanaqa? Moddalar almashinuvi ikki xil bo'ladi, ya'ni assimilyatsiya va dissimilyatsiya bo'ladi. Assimilyatsiyada energiya sarflanadi, dissimilyatsiyada hosil bo'ladi. Hozir sizlarga aytib qo'yay. 1 mol glyukozani hosil qilish uchun 18 ta ATF kerak. Tushundinglar? 1 mol glyukozani assimilyatsiya qilish uchun, ya'ni hosil qilish uchun 18 ta ATF kerak. 1 mol glyukoza parchalanganda 38 ATF hosil. Tushundinglar? Ya'ni hosil qilish uchun 18 ta parchalaganimizda 38 ta bo'lib qoladi. Tushundingizmi? ATF eng chuqur. ATF qarang. ATF adenazin trifosfat. Adenazin trifosfat degani 3 ta fosfatli adenazin degani. Adenazin trifosfat. Adenazin trifosfat. Ya'ni 3 ta fosfatli adenazin. Tushundinglar? Buni hosil qilish uchun tabiat AMF bilan ADF ni qo'shadi. Tushundinglar? Adenazin monofosfat bilan adenazin difosfatni qo'shadi. Tushundinglar? Ona tabiatda odatda shunday hodisa bo'lib beradi. Lekin energiya almashinuvida unday 100% shunday bo'lishi shart emas. Odatda shunday hosil bo'ladi. AMF bilan demak nima ekan? ADF qo'shiladi. Nimaga endi ADF bilan AMF bilan ishlatsa bo'lmaydimi desa, yo'q, bo'lmaydi. Bizga faqat nima kerak? ATF kerak. 3 ta fosfatli kerak. Endi buni o'zi nima desa, bilsanglar, любой narsa quvvat bilan ishlaydi, to'g'rimi? Batareykasi ishlaydi. Telefon ham, soat ham, yo uydagi pult ham, hamma narsa batareyka bilan ishlaydi. Inson organizmidagi batareykacha bu ATF. Tushundinglar? ATF hisobiga inson quvvatlanadi. Har bitta ATF ichida 40 kilojoule energiya bo'ladi. Tushundinglar? Maksimal shuncha. Buni reklamasini ko'rganingizda kerak. Duracell'ni reklamasi bor, bilasan? Quyonchalar sakrab yuradi, birdan yiqilib qoladi. Keyin batareykachasini almashtirib Duracell'ni qo'ysa sakrab ketadi, o'ylab ketadi. Ya'ni ATF tugadimi, bu energiya tugaydi. Tushundinglar? ATF qayerdan hosil bo'ladi desanglar, ATF o'zi erkin hosil bo'ladi, sitoplazmadan hosil bo'lishi mumkin yoki mitoxondriyadan hosil bo'lishi mumkin. Bu yerda siz 3 ta reaksiyani eslab qo'ying. Birinchisi demak, birinchi reaksiya ichakda bo'ladi. Yaxshilab eslab qo'ying. Qayerda bo'lar ekan? Ichakda bo'lar ekan. Reaksiya oxirida ikkita narsa sodir bo'ladi. Har doim reaksiya oxirida ikkita narsa sodir bo'ladi. Energiya almashinuvi. Birinchisi ATF ga qanchadir energiya to'plab qo'yiladi yoki qanchadir issiqlik sifatida chiqadi. Tushundinglar? Qanchadir ATF ga ketar ekan, qanchadir nima qilar ekan? Issiqlik sifatida chiqib ketar ekan. Ichakda 100% issiqlik sifatida chiqib ketadi. Umuman nima qilmas ekan? ATF da to'planmas ekan. Endi bu issiqlik nimaga kerak? Ichaklardagi issiqlik tana haroratini mo'tadillashtirish uchun kerak. Ya'ni qachon desa, bir xil odamlar qo'li muzdek bo'ladi, bilasan? Qishin yozib qo'li muzdek turadi. Bir xil odamlar qo'li qishin yozib issiq turadi. Ichaklardagi chiqqan issiqlik ichak har bir tana organlariga haroratni taqsimlab beradi. Shuni hisobiga qo'lingdan, boshingdan, oyog'ingdan bir xil haroratda turadi. Agar seni ichakdan to'g'ri tarzda ishlayotgan bo'lsa. Agar unday bo'lmasa, qo'ling muzday, qorning issiq, biqining issiq turgan bo'lsa, значит senda ichaklar nima qilmayapti? Yaxshi ishlamayapti. Bunda qandaydir muammo bor. Tushunyapsizlar? Endi mana shu demak 100% nima qilar ekan? Issiqlik sifatida chiqib ketar ekan. Endi demak bu yerda ATF ga unga nima qilmadi? To'plangani yo'q. Ikkinchi reaksiyada nima bo'ladi? Ikkinchi reaksiya sitoplazmada bo'ladi. Hujayra sitoplazmasida, to'g'rimi? O'sha ichakda so'rildi, qonga o'tdi, hujayralargacha yetib oldida, hujayra membranasining ichkariga kirib sitoplazmaga o'tgan paytda ikkinchi reaksiya boshlanib ketdi.
ikkinchi reaksiyada eslab qolasizlar. Formulasi buni o'yladi. S6 H12 O6 nima bu? Glyukoza. Glyukoza, to'g'rimi? Eslab qol. Vodorodning 6 tasi, uglerodning 6 tasi, vodorodning 12 tasi bilan 6 ta kislorod bilan birikib, organik birikma hosil qilyapti. Buning nomi nima ekan? Glyukoza. Bu 1 mol yoki eng kichik birlikdagi bir tomchi deysan-ku, o'sha bir tomchi ko'rinishdagi 1 mol ko'rinishda anaqa glyukoza. Buni og'irligi 180 gram bo'ladi. 1 mol qancha ekan? 180 gram ekan. Tushundinglarmi? Endi ikkinchi reaksiya, oldingiga o'tdi, yaxshi layfhak aytaman. Ikkinchi reaksiyada hamma narsa ikkitada. Faqat glyukoza bitta. Tushundinglarmi? Hamma narsa ikkitada, faqat glyukoza bitta. Qaysi reaksiyada? Ikkinchi reaksiyada. Endi men qo'shib ketaman. Ikkinchi reaksiyada bundan energiya olishim uchun men ikkita ADF qayerda edi? Ha, ATF deydi, to'g'ri? ATF tarkibidagi. Mana men bitta ATF qo'yaman, nima hosil qilmoqchiman men hozir? ATF hosil qilmoqchiman, to'g'rimi? ATF ishlatyapman, mana men ATF ishlatyapman. Endi buni hosil qilishim uchun men normal holatda AMF qo'shishim kerak, to'g'rimi? Lekin energiya almashinuvi unaqa bo'lmaydi. Tushundinglarmi? Bitta fosfat kislota 3 ta, to'g'rimi? Hozir bunda nechta? 2 ta, to'g'rimi? 3 ta qo'shim uchun shunchaki bitta fosfat kislota qo'shib qo'yaman. Tushundinglarmi? H3PO6. Tushundinglarmi? 2 ta. 2 ta ADF ga 2 ta fosfat kislota qo'shsam 4 ta AMF shundan bo'ladi. AMF qo'shib bo'ladi. Tushunma. Energiya almashinuvi o'tyapti. Qara, 2 ta ADF ga 2 ta fosfat kislota qo'shsam 2 ta ATF hosil bo'lib qoladi. Tushundingmi? ATF. Senda Diktativ 2 bor, ikkita deyapman, tushunasizmi? 2 ta ADF bor. Bunga 1 qo'shdim deyapman. 3 bo'lib qoldimi? Natijada menga kerak bo'lgan nima hosil bo'ladi? ATF. 2 ta ATF va 2 ta eslab qo'yinglar. 2 ta suv, birinchi o'rin, 2 ta suv va oxirida bizga kerak bo'lgan narsa hosil bo'ladi. S6H12O6 ko'rasizlar? Bu glyukoza. Shuni karra kamaytiraman. S3H6O3 va bundan 2 ta. Chunki bittani nima qildim? 2 ga bo'ldim, to'g'rimi? Natijada bu narsa hosil bo'ldi. Sut kislota bo'ladi. Tushundinglarmi? Glyukozaning karra kami nimaga? Sut kislota. Tushundinglarmi? Endi ikkinchi bosqichda boyama aytdim, har qanday reaksiyada dastlab ATF ga to'planib qanchadir issiqlik sifatida chiqib ketadi dedim, to'g'rimi? Endi bu yerda nima ishlatamiz? Umumiy hosil bo'layotgan energiya 200 kilojoule energiya hosil bo'ladi. 1 mol glyukoza bo'layotgan joyda. Tushundinglarmi? 180 gram glyukoza yoki 1 mol glyukoza ikkinchi reaksiyada ishtirok etadigan bo'lsa, umumiy qancha energiya hosil bo'lar ekan? 200 kilojoule energiya hosil bo'lar ekan. Shundan nechta ATF hosil bo'ldi? Har birida qancha energiya bor edi? 40 ta. Chunki bitta yozib qo'ydim. Har bir ATF ichida qanchadan dedim? 40 kilojoule energiya bor. Ya'ni 2 ta ATF barobar necha kilojoule? 80 kilojoule. Shunda shuni hisoblaysan. 200 dan 80 dan ayirsa necha qoladi? 120 qoladimi? O'sha 120 ni nima qilib ketgan? Tashqariga chiqib ketgan. Issiqlik sifatida tashqariga chiqib ketgan. Tushundinglarmi? Yozib